بسم الله الرحمن الرحيم. Ibratli hikoyalar. Biz ushbu sahifamizda tabiatdagi mo'jizalar haqida suhbatlashayotgan edik. Bugun navbat jonivorlar va ularning rang-barangligiga yetib keldi. Bolajonlar, tabiatdagi hayvonlar, qushlar va o'simliklarning ranglari rosa chiroyli-a? Buni yaxshi bilasiz. Ular o'zining chiroyini ko'z-ko'z qilib, turli ranglarda tovlanadi. Ular bir-biriga o'zining go'zalligi bilan maqtanmoqchi. Bunday chiroy bilan faxrlansa bo'ladi. Shoshmang. Bu chiroyli ranglar qayerdan paydo bo'lib qolgan o'zi? Eng zo'r rassomlar chizgan suratlarga taqqoslasa bo'ladigan bunday go'zallikni ular qayerdan olishgan ekan? Bu ranglar o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmagandir axir. Keling, bir misol keltiraylik-da, bu haqda chuqurroq o'ylab ko'raylik. Va ranglar hamda bo'yoqlar o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmasligiga ishonch hosil qilaylik. Bo'yoqlardan ozgina olaylik. Ularning yorqin va chiroyliligini bilasiz. Endi ular yordamida chiroyli bir surat chizish uchun bizga nima kerak bo'ladi? Yoki biroz kutish kerakmikin-a? Juda unchalik ko'p kutish ham kerak emas ekan o'zi. Siz ham shunday fikrga kelgan bo'lsangiz kerak. Rostdan ham bu bo'yoqlar o'z-o'zidan bir joyga to'planib, chiroyli bir suratga aylanib qolmaydi. Bu bo'yoqlar yordamida shunday chiroyli surat chizish uchun mohir rassomning qo'li kerak. Biror joyda chiroyli chizilgan suratni ko'rib qolsangiz, uni kim chizgan ekan deb so'raysiz-ku, to'g'rimi? Bolajonlar, endi o'ylab ko'ring. Hatto qog'ozdagi oddiy rasm ham o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmas ekan, jonivorlarning badanidagi bo'yoqlar ham tasodifan paydo bo'lib qolmasa kerak. Mana shu chiroyli ranglar, go'zal naqshlar bizga bir buyuk haqiqatni isbotlab beradi. Butun olamdagi rang-barang gullarni, chiroyli kapalaklarni, go'zal qushlarni, turli ranglarda tovlanib turadigan hayvonlarni bu qadar mahorat bilan yaratgan zot Alloh taolodir. Xohlaysizmi? Siz ko'rgan, siz tasavvur qilgan bu ranglar va naqshlarning qanchalik hikmat bilan puxta o'ylab rejalashtirilganini bir necha misollarda ko'rib chiqamiz. Kapalaklarni bilmagan bola bo'lmasa kerak. Kapalaklarning betakror naqshlarini ko'rgansiz-a? Balla. Ular har doim odamlarning e'tiborini o'ziga jalb qilib kelgan. Ammo bu naqshlarda o'ziga xos bir ma'no borligini hamma ham tushunavermaydi. Kapalaklarning qanotlaridagi naqshinkor suratlarga qarab juda muhim narsani bilib olish mumkin. Masalan, ba'zi kapalaklarning qanotlaridagi naqshli suratlar kattakon ko'zlarga o'xshaydi. Kapalaklar mana shu yolg'ondakam ko'zlar yordamida o'zlarini himoya qiladilar. Kapalak biror xavf-xatarga, masalan, ovqat izlab yurgan qushga duch kelsa, darhol qanotlarini keng yozib oladi. U birdan qo'rqinchli mahluqqa aylanib qoladi. Ana shunday taktikaga bir misolni ko'ryapsizmi? Daraxtning shoxida o'tirgan bu kapalak qushlarga osongina yem bo'lib ketishi mumkin. Ammo u qanotlarini birdan yozib yuborsa, qush xavfli bir mahluqqa duch kelib qoldim deb o'ylab qo'rqqanidan qochib qoladi. Endi kapalakning ko'zdagi ajoyib naqshlarni eslang. Unda juda mayda va murakkab chiziqlar bor. Bu ko'zning doirasi, kipriklar, burun. Hatto bu ko'zning yorug'lik aks etib turgan qorachig'i ham bor. Ba'zi kapalaklarning qanotida ham kattakon mahluqning qo'rqinchli surati bor. Suratda yolg'ondakan mahluqning burni, quloqlari, hatto ko'zlari, yaltirab turgan qorachiqlari ham bor. Albatta bu naqshlar tasodifan chizilib qolmagan. Shak shubha yo'qki, kapalaklarning qanotlaridagi bunday suratlar biror maqsad uchun chizilgan. Kapalaklarning qanotlarida bunday chiroyli suratlar ularni yaratgan Alloh taoloning chevaraligi va buyukligidan dalolat beradi. Bolajonlar, chiroyli ranglar bilan faqat kapalaklar bezatilgan emas, tabiatning qaysi burchagiga boqmang, qaysi burchagiga bormang, albatta Alloh taoloning betakror san'ati namunalariga duch kelasiz.
Bu rang-barang turfa olam Parvardigorimizning buyuk yaratish san'ati mahsulidir. Endi ruxsatingiz bilan kutubxona mo'jizasini ko'rib chiqamiz. Bolajonlar, hozir biz siz bilan tanamizda joylashgan ko'zga ko'rinmas bir molekula haqida gaplashamiz. Uni kuchli mikroskopsiz ko'rib bo'lmaydi. Olimlar uni DNK molekulasi deb ataydilar. DNK molekulasi nima ekanligini yaxshiroq tushuntirish uchun bir misol keltiramiz. Raqamlar va harflarni olaylik. So'zlar harflardan tuzilishini bilasiz. Lekin harflarning o'zi biri-biri bilan birlashib so'z hosil bo'lib qolmaydi-ku. Bir tajriba qilib ko'raylik-chi. Keyin uning natijasini birgalikda ko'rib chiqamiz. O'rtacha plastinkalarga harflar va raqamlar yozib chiqilgan. Biroz kutib turaylik-chi nima bo'lar ekan. Bu plastinkalar o'z-o'zidan bir-biri bilan birlashib, ma'noli bir gap tuza olarmikan? Yo'q deysizmi? Juda to'g'ri. Endi tajribada davom etamiz. Plastinkalarni polga sochib yuboramiz. Endi-chi, endi biror ma'noli so'z yoki gap tuzildimi? Albatta yo'q. Hech qachon. Biz har qancha urinsak ham sochilib ketgan harflardan tasodifan o'z-o'zidan so'z hosil bo'lmaydi. Tasavvur qilingki, biz charchadikda tanaffus qilish uchun tashqariga chiqdik. Birozdan keyin sinfga qaytsak, polda mana shunday so'zlar yozilib qopti. Salom bolalar. Siz nima deb o'ylaysiz? Harflar tasodifan shu tartibda turib qolishi mumkinmi? Ko'rinib turibdiki, kimdir kelib, biz yo'g'imizda bu harflarni terib, shu so'zlarni yozib qo'ygan. Bu oddiy misoldan shunday bir qoidani bilib olishimiz mumkin. Qayerda bo'lmasin, biror bir so'z yozilgan bo'lsa, demak uni kimdir yozgan bo'ladi. Bu qoidani yaxshilab eslab qolamizda DNK molekulasini o'rganishga kirishamiz. 20-asrda olimlar muhim bir kashfiyot qilishdi. Ular odam tanasining 100 trilliondan ortiq mayda hujayralardan tashkil topganligini aniqlashdi. 100 trillion juda katta raqam bolajonlar. Ko'zga ko'rinmas bu hujayralar mikroskopda o'rganib chiqildi. Ana shunda yanada ajoyib bir kashfiyot aniqlandi. Har bir hujayraning markazida batafsil yozilgan bir reja bor ekan. Bu rejada shu hujayraning tuzilishidan tortib, butun odam gavdasining har bir a'zosi qanday shaklda bo'lishi ham aniq yozib qo'yilgan ekan. Bu reja molekulalarning aylanma zinapoya shaklidagi uzundan uzoq zanjirga yozilgan ekan. Olimlar bu zanjirni DNK deb atadilar. Bilasizmi bolajonlar? DNK bu atigi 4 ta harfdan tashkil topgan alifbe ekan. Bu A, D, C, G harflaridir. Bu harflar maxsus kod asosida tartiblangan bo'lib, birgina hujayraning bitta DNK molekulasidagi axborotni bir nechta katta ensiklopediyalarga joylashtirsa bo'lar ekan. Katta kitoblarni ensiklopediya deb atashadi. Ko'zlaringizning rangi, qoshlaringizning shakli, sochingizning rangi, bo'yingiz, teringizning rangi, yuzingizning tuzilishi, umuman barcha hujayralaringizga xos xususiyatlar mana shu DNK molekulasiga yozib qo'yilgan ekan. E'tibor berdingizmi? Bitta hujayraning bitta DNK molekulasida bitta so'z, bir qator va hatto bitta kitob emas, balki ulkan kutubxonadagi son sanoqsiz ensiklopediyalarga sig'maydigan axborotlar yozilgan bo'lar ekan. Olimlarning hisob kitoblariga ko'ra, bunday uzun DNK zanjiri bitta kichkina choy qoshiqqa sig'ishi mumkin. Ammo undagi ma'lumotlar butun insoniyat tarixi davomida chop etilgan barcha kitoblardagi ma'lumotlardan ko'proq bo'ladi. Bolajonlar, aytingchi, mana shunday ajoyib tuzilishga ega bo'lgan molekula o'z-o'zidan tasodifan hosil bo'lib qolishi mumkinmi? Polda sochilib yotgan harflardan tuzilgan birgina so'zni albatta kimdir yozgan bo'lsa, DNK molekulasining ichidagi yuzlab jildlik ensiklopediyalarga sig'maydigan ma'lumotlarni ham kimdir yozib qo'ygan bo'lishi kerak-ku axir. Xo'sh, DNK molekulasidagi ma'lumotlarning muallifi kim? Albatta, Alloh taolodir. Aziz bolajonlar, bu misollarni o'rganib, juda muhim bir haqiqatni bilib oldik. Gavdasi juda og'ir bo'lsa ham, yengilgina qadam tashlab yuradigan fillarni, bir-birlari bilan xuddi odamlarga o'xshab bemalol gaplasha oladigan, matematik hisob kitoblarini o'ynab turib bajaradigan, bizga shirin asal tayyorlab beradigan asalarilarni, tirik jonivorlarning ranglari va ularning tanasidagi suratlar ham tasodifan paydo bo'lib qolmaganligini bilib oldik.
Ayniqsa tanamizdagi DNK molekulalarida son sanoqsiz ulkan kutubxonalarga joy bo'ladigan ma'lumotlar saqlanishini o'rgandik. Ammo bu ma'lumotlarni olgandan keyin tushunib olishimiz va hech qachon unutmasligimiz kerak bo'lgan eng asosiy bilim shuki, dunyodagi hamma narsani, hayvonlar, o'simliklarni va insonlarni yaratgan zot bu buyuk va qudratli Alloh taolodir. Biz bu sahifalarda bir nechtagina mavjudotni ko'rib chiqdik. Qolgan barcha mavjudotlarni ham, biz bilgan va bilmagan barcha jonzotlarni ham Parvardigorimiz yaratgan. Atrofingizga bir qarang. Alloh taolo yaratgan har bir maxluqda o'ziga xos hikmat, go'zallik va mo'jizani ko'rishingiz mumkin. Shuni unutmangki, chiroyli bir suratni ko'rganda shu suratning o'zini emas, balki uni chizgan rassomni, uning san'atini, mahoratini maqtash kerak. Xuddi shunga o'xshab tabiatdagi go'zallik va mukammallikni ko'rib ham butun olamni yo'qdan bor qilgan Alloh taologa hamd va sano aytishimiz, uning qudrati va san'atiga tahsin aytishimiz lozim. Bizni yaratgan, bizga mehribon va rahmdil bo'lgan, o'zining cheksiz rahmati va ne'matlarini ato etgan bu buyuk yaratuvchi, butun olamlarning Robbisi Alloh haq subhanahu va taolodir. Bolajonlar, keyingi dasturlarimizda bundan-da qiziqarli hikoyalarimizni tinglashingiz mumkin. Hozir esa sizlarga xayr deymiz. Har doim Allohni yodingizda saqlang. Shunda u ham sizni unutmaydi. Salomat bo'ling.